Do'stlarim, kabachkadan kotlet tayyorladim. Assalomu alaykum barchaga. 5 dona kabachka oldim. Uni yaxshilab qirg'ichdan chiqardimda, 2 dona sabzini ham qirg'ichdan chiqarib, suvlarini siqib oldimda, bironta kattaroq idishga ikkalasini solib, 5 ta kabachkaga 6 qoshiq un soldim. Keyin xohlagan siringizdan solasiz. Qanaqa sir bo'lsa uyingizda farqi yo'q. Xohlasangiz zelin solsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz kartoshka solsangiz ham bo'ladi. Men kartoshka bilan zelin solmadim. Keyin mana shunaqa sir, 2 ta tuxum, keyin priprava soldim. Xohlagan pripravangizdan solishingiz mumkin. Achchiq bo'lishini xohlasangiz ko'proq achchiq solasiz. Keyin bularni yaxshilab xuddi nima desam, nimani kotleti bo'ladi-ku, go'shtni, qiymani kotleti, xuddi ana shunday qilib yaxshilab g'ijimlab ezib olamizda, mana shunaqa qilib tugib olamiz. Bularni endi xohlasangiz duxovkada tayyorlasangiz ham bo'ladi. Men qizib turgan yoqda jazillatib qovurib oldim. Juda ham ajoyib mazali bo'ladi. Buni kabachkani yaxshi ko'rmayman deganlar, pirojkini sog'inib, lekin yeya olmay yurganlarga tayyorlab bersangiz ham semirtirmaydi, ham mazasi ham o'zgacha, juda ham mazali bo'ladi, ham organizmga foydali, juda ham vitaminga boy. Albatta tayyorlab ko'ringlar do'stlarim. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, tayyorlamaganlar diqqatiga. Siz armonda qoldingiz. Buni albatta tayyorlab yeb ko'ring. Bu nimadan ko'ra, qiymani ham o'zgacha mazasi bor, buni ham o'zgacha mazasi bor. Do'stlarim, menga like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda inshaalloh Xudo xolasa ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Hammalaring Allohning omonatisizlar.